Rahmat, yana bitta. Og'ayni, mabodo Johnny Cage emasmisan? Yoshligimda Fuqaro Cage filmini maza qilib tomosha qilganman. Rahmat, minnatdorman. Davomini suratga olish kerak-da. Bu hech kimga kerak emas. 90-yillardagi axlat xolos. Johnny Cage, sen jang uchun tanlab olinding. Faqat ahmoq muxlislaringiz dema. Buni qanday qilyapsan? Borasanmi yoki yo'q? New Line Cinema taqdim etadi. Bu yana qanday ahmoqona joy? Bu yer Mortal Kombat. O'limgacha davom etadigan jang musobaqasi. Unda tupurdim. Oktyabrda bu dunyoning taqdirini hal qiluvchi jang. Ha, davom etamizmi yoki yo'q? Men chempion emasman. Menda temir qo'llar yo'q. Yoki qandaydir chaqmoq ota olmayman. Bu janglar men uchun emas. Men aktyorman. Voy, Yonimga kelgin, faqat yuzimga emas. Tayyorlaning. Keyingi bosqich uchun vaqt keldi. Sen ham endi asl qahramonga aylanishing kerak. Yaxshi, katta mahluq. Tomosha boshlandi. Mortal Kombat 2. Buni oldim. Bu yerda senga nima bor? Senda hech qanday kuch yo'q-ku. Men shunchaki juda ham kelishganman. 24-oktyabrdan kinoteatrlarda